Panoramli oynalariga ega, kritik chorraha ko'rinib turadigan, did bilan ta'mirlangan xonadonimizni birgalikda obzor qilamiz. Eshikdan kiraverishda bizni mana shunday kattagina koridor kutib oladi. Koridorimizni o'zini prixojini mebellari mavjud. Bu esa yuvinish xonasi. Yuvinish xonamiz ham did bilan ta'mirlangan bo'lib, bu esa yotoqxona. Yotoqxonamiz ham ko'rib turganingizdek mo'ysha bo'ylarda ishlov berilgan, qandillar, elita pardalar o'rnatib qo'yilgan. Uyimiz umumiy maydoni 70 metr kvadratni o'z ichiga oladi. Bu esa ayollarimizni 80% umri o'tadigan oshxonasi. Oshxonamiz ham ko'rib turganingizdek kuxniy garniturlar o'rnatib qo'yilgan, gaz plita, vытяжкасы mavjud. Bu yerda o'zingiz uchun mягкий zona tashkil qilsangiz bo'ladi. Bu esa nooddatiylikni sevuvchi, ya'ni o'zini sevuvchi obunachilarimiz uchun mana shunday kattagina panoramli oynalariga ega kattagina zal qismi. Zalimiz ko'rib turganingizdek o'zini mягкий zonalarini tashkil qilib qo'yishgan o'zlari uchun. Bu yerda bitta kattagina televizorni ilib qo'yasiz-ku, dugonalaringiz kelgan payt choy-chani ichib, mana bu derazadan bitta qarab ko'ring. Derazadan atmosferani ko'rib, kechqurun chaqchaqlashib o'tiradigan zona. Uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, egalari tomonidan $66.500 ga baholashyapti. Yana kelib ustida savdolashib baraka qilishingiz mumkin.